Mening ushbu murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Yo'ldoshev Nig'matilla To'lqinovichga bo'ladi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, siz iqtidorga kelganingizdan keyin 2017-2018 yillarda davlatimizning istiqbolini uchun, davlatimiz rivojlanishi uchun korrupsiyaga qarshi kurashaylik. Korrupsiya bu kelajagimiz uchun korrupsiya bizning dushmanimiz deya da'vatlar qildingiz. O'sha da'vatlaringizni qo'llab-quvvatlab, kim mening komandamdagi rahbar bo'ladigan bo'lsa, korrupsiyaga qarshi kurashinglar, birga kurashamiz degan da'vatlaringizga men labbay deb javob berib, o'zim ishlagan Forish tumanining hokimlik mansabdor shaxslarining davlat yerlarini katta miqdorda talon-taroj qilish, davlat budjetini o'g'irlash va restoratsiya qilish yo'llari bilan qilayotgan barcha korrupsion harakatlarini fosh qilib, 2019-yilda hokimlik mansabdor shaxslariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205 va 207-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'attirganman. Ushbu mening qo'zg'atgan jinoyat ishlarimga labbay deya hokimlik mansabdor shaxslari o'zlarining bir guruh bo'lib qamoqqa kirib ketishdan qo'rqqanlar menga nisbatan yolg'on, firib, tuhmat, uydirma va havoyi gaplardan iborat bo'lgan uydirmalar ko'rsatib meni fermerlar tomonidan qo'rqqanmiz deya bir guruh bo'lishib, meni ular har bittasiga 400 gektar, 500 gektar yerlar ajratib berishib, menga nisbatan ular hammasi tuhmat qilishib, meni 2019-yil 29-dekabr kuni sizga YouTube tarmog'i orqali yordam murojaati yo'llaganimdan keyin meni qamoqqa tiqishdi. 2020-yil 9 oy turmada o'tirdim va 2021-yil 7 oy turmada o'tirdim va o'sha jarayonlarda ham oqligimda, pokligimda, aybim yo'qligimda isbotlash uchun turmada ham, zonalarda ham, qamoqxonada nihoyatda ko'p murojaatlar qildim shaxsan sizga va bular men tinmaganimdan keyin yana o'sha yollangan yolg'onchi, bu tuhmatchi, mening jabrlanuvchi deb e'tirof etilganlar yana menga boshqatdan ariza bilan murojaat qilishib, 2022-yil 27-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyat sudining hukmiga asosan menga nisbatan 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladi. Ungacha esa Shavkat Miromonovich 2020-yil 29-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Sharof Rashid tuman sudining hukmiga asosan 165-modda qamoqqa olingan moddam bo'yicha oqlov, 2020-yil dekabr oyida esa jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyat sudi apellyatsiya sudida kuchda qoldirilgan. 2021-yilda ham aynan 165-modda bo'yicha ham jinoyat alomati yo'qligi bois menga nisbatan qo'llanilgan jazoning qolgan qismi o'talmay qolgan qismini og'irlashtirish holat bo'yicha jazo tayinlab meni sud oldida qamoqqa olingan edim. Ya'ni 3 ta sudlar tomonidan 3 marta 165-moddada menda mavjud emasligi bo'yicha oqlov hukmlari mavjud bo'lgan. 2 marta esa Oliy sud tomonidan o'sha chiqarilgan qarorlar ajrimlar bekor qildirilib, 3-marta esa menga nisbatan asossiz, adolatsiz buyurtma, o'sha katta mansab egalarining buyurtmasiga asosan korrupsion harakatlar bo'lishi kerak. Menga nisbatan asosli ravishda, adolatli ravishda 5 yil 1 oy jazo tayinlangan va 7-son Tovoqsoy jazo ijro etish koloniyasida 70 kun jazomni o'tab va undan tashqari salkam 1,5 yil davomida men axloq tuzatishlarning jazosini o'tab, oxirgi 5 yilning 4 yilida mening qo'llarim zanjirlangan, oyoqlarim zanjirlangan, tilim quflangan, chetga chiqish darvozalari quflangan, hamma tomon cheklanib, azob uqubatlarda kelib, salkam Oliy sud rais Baxtiyor Islomovga va oldingi raislarga ham va shaxsan sizga nihoyatda ko'p martalab shikoyat arizlari yozganman, apellyatsiya taftish tarqatib ko'rib chiqishni so'raganman. Eng achinarlisi Shavkat Miromonovich, bu 2022-yil mart oyida menga nisbatan ko'rilgan jinoyat uchun Oliy sudda men o'zim shaxsan o'lmagan bo'lsam ham, onlayn qatnashim mumkin bo'lgan bo'lsa ham, Oliy sud meni ishtirokimsiz ko'rib yuborgan va kuchda qoldirgan. Bu degani mana shu oxirgi 4 oy oldin bo'ynimga, shaxsan sizga murojaat qilib, bo'ynimga 30 kilogramm zanjirlar taqib, bu
zonadagi qora formalardagi qilgasiga qilgan efirlarim hammasi o'zining reaksiyasini berib, bu yangi tayinlagan Alisher Usmonov Jinoyat ishlar bo'yicha Oliy sudning o'rinbosari Usmonov qabulda bo'lib, menga nisbatan adolatsizlik hukmlarini ko'rib chiqishlik uchun shikoyat arizasini qabulda bo'lganman va shikoyat arizasini ko'rib chiqishini bildirib, menga nisbatan qariyb 4 oy davomida men taftish tariqasida Oliy sudda ishlar ko'rib borildi. Ya'ni Oliy sud sudyalari Araf Omonjon, Rajab Dilshod va Shamsiddinova Elzalar tomonidan qariyb 4 oy davomida Shavkat Miromonovich meni eshitdi. Jabrlanuvchilar tomonidan deyarli hech qanaqa da'vo, e'tiroz, bir ayblovlar keltira olmayapti. Hammasi nima deyotganligini o'zi bilmaydi, nima gapirayotganini o'zi bilmaydi. Qo'rqqanmiz, nimadan qo'rqqan, dalil yo'q, isbot yo'q, hammasi gapirayotgan gaplari dedi o'sha g'iybat, yolg'on, firib va uydirma gaplardan iboratligini sudlardan o'zlari hammasi ko'zlarimni ko'rib, quloqlarimni eshitdilar. Va mening barcha bergi tergov jarayonida, sud jarayonida aniqlangan barcha taqdimotlarim, barcha ko'rsatmalarim esa uni ham eshitib ko'rdilar. Lekin Shavkat Miromonovich, sizning dushmanlaringiz bu Arab Omonjon, Rajab Dilshod va Shamsiddinov Elza dushmanlaringiz menga nisbatan biz kelisha olmadik deb oldingi do'stlarining, oldingi Oliy suddagi o'rtoqlarining buyurtma asosida qaror qabul qilgan bekor qilgan ajrimlarini va kuchda qolgan ajrimlarini o'z kuchida qoldirishni o'ylab, janjalni, g'urbatni oldini olish uchun davlat byudjetidan olishim lozim bo'lgan bir qancha milliard so'm tovon pullarimdan qo'rqqanidan sizning dushmanlaringiz biz kelisha olmadik deydi. Iloyo kelisha olmay o'lgin. Shuning uchun sizning dushmanlaringiz, men 3 ta dushmaningiz menga nisbatan adolatsiz ajrim chiqardi. Ya'ni 2022-yil 27-yanvar kungi Jinoyat ishlar bo'yicha Sirdaryo viloyat sudining hukmini kuchda qoldirdi. Shavkat Miromonovich, men to'lig'icha sizning komandangizda rahbarman. Sizning siyosatingizni qo'llab-quvvatlayapman. Siz islohotlaringizni qo'llab-quvvatlayapman. Turmada ham, zonada ham, turmada meni o'ldiraman deb meni osgan, dorilab o'ldiraman degan paytlarda ham shaxsan men sizga da ishonganman. Sizning islohotingizga ishonganman. Yaxshi kunlar kelishiga ishonganman. Vaqti soati keladi, yurtboshimiz Shavkat Miromonovich islohotlar o'z mevasini beradi deya sizga ishonib, tayanib sizga murojaat qilganman. Sizga sizning komandangizdagi rahbarman deya, sizning shogirdingizman deya men ishonib harakat qilganman. Men korrupsiyaga qarshi kurashganman, korrupsiyani ochganman va hozir ham Shavkat Miromonovich ijtimoiy tarmoq orqali to'lig'icha sizning islohotlaringizni qo'llab-quvvatlab, korrupsiyaga qarshi kurash, sizning islohotlaringiz barchaga yoyilyapman. Sizning komandangizdagi blogerman, sizning komandangizdagi insonman Shavkat Miromonovich. Lekin shaxsan sizdan iltimosim, mana sizga, sizning 3 ta dushmaningizga nisbatan qonuniy chora ko'ring. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori bu 3 ta sudyani, Omonjon, Dilshodjon va Elzaxonlarni uchalasini ham Jinoyat kodeksining 231-moddasi bo'yicha ayb e'lon qiling. Oldin 4 tasini qanday qamoqqa tiqqan bo'lsangiz, qanday jinoyat ishi qo'zg'atgan bo'lsangiz, bu uchalasini ham shaxsan Shavkat Miromonovich o'zi ishdan oling. Bu Oliy suddagilarni ishdan olmas ekansiz, turmozoniga tiqmas ekansiz, sizning islohotlaringiz shaxsan Oliy sudda bajarilmaydi. Oyoq osti bo'ladi Shavkat Miromonovich. Mana shaxsan men o'zim 4 oy davomida mana hammasini ko'rib isbotlab kelyapman. Sizning davomingiz bilan biz kelisha olmadik. Ey, omon, nima bilan kelishmaysan? Ustingdagi kiyayotgan qora formang qayf senga? Davlat tomonidan berayotgan 20-30 million so'mlik pullar, sadqai o'sha pullar, sadqai vijdoningga quloq soladi, qalbingga quloq soladi, yuragingga quloq soladi. Nima uchun sen birovlardan qo'rqasan? Nima uchun orqangda yurtboshi turibdi, islohot turibdi? O'zingning sudyalik qasamiyotingga qarshi bording. Uchalangiz ham Araf Omonjon, Rajab Dilshod va Shamsiddinov Elza. Shavkat Miromonovich,
uchalasini ham lavozimidan zudlik bilan olishingizni iltimos qilaman sizdan. Qamoqqa tiqing uchalasini ham. Jinoyat ko'zini bosh prokuror Nig'mat To'lqinovich shaxsan sizdan 231-modda bo'yicha Jinoyat kodeksining moddasi bo'yicha ayblang. Aybsiz odamni aybdor deb ajrim chiqargan, hukm chiqargan shaxsan uchala qozini ham jazolanish Shavkat Miromonovich. Boshqalarga ham o'rnak bo'lsin. Kecha shaxsan sizning 4 ta qozini qamoqqa tiqqan paytingiz men butun ijtimoiy tarmoq orqali sizning qilgan harakatlaringizni hammasini qo'llab-quvvatladim. Undan tashqari kechagi davlat aktivlarini qamoqqa tiqdingiz, juda xursand bo'ldim. Ichki ishlar vazirligining vazirining 2 ta o'rinbosarini qamoqqa tiqdingiz. Jinoyat ishlar sudlarning 4 talasini qamoqqa tiqdingiz. Nihoyatda odilona hukmlar qildingiz, qarorlar qabul qildingiz. Men sizni doim qo'llab-quvvatladim. Shuning uchun Shavkat Miromonovich shaxsan sizdan, O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Nig'mat To'lqin shaxsan sizlardan, Oliy sud sudyalari Arapov Omonjon, Rajabov Dilshod va Shamsiddinov Elzalarni menga nisbatan adolatsiz qarorlar qabul qilib, ajrimlar chiqarganligi uchun, aybsiz odamni aybdor deb kuchda qoldirganligi uchun 231-jinoyat kodeksi moddasi bo'yicha ayblang. Zudlik bilan lavozimdan ishdan olishingizni so'rayman. Shundagina adolat qaror topadi. Shundagina xalq sizni qo'llab-quvvatlaydigan xalq ishonch paydo bo'ladi. Shavkat Miromonovich, shaxsan sizga sog'lik va omonlik tilayman. Nig'mat To'lqinovich, men shu efirlarimda nazoratga olasiz va kelgusida mana shu uchala sudyani ham Jinoyat kodeksi 231-moddasida ayblaysiz deya butun ijtimoiy tarmoq orqali sizga yo'llamoqchiman. Sog' omon bo'lingizlar.